O'zbek estradasining yorqin vakillaridan biri Ravshan Komilov haqida shoshilinch xabar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Odam bo'laylik, nolima, muqaddas ayol, yurishlaring yoqadi kabi bir qator qo'shiqlari bilan o'zbek xalqining yuragidan joy olgan xonanda. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilov bu yili 61 yoshni qarshilagan. O'zining ta'biri bilan aytganda, Ravshan Komilov hech qachon ijoddan ortda qolmagan, ilgarilab ham ketmagan, oltin o'rtalikni mahkam tutgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ham faolligi bilan barchani hayratda qoldiradi. Ravshan Komilov 1964-yili 26-oktyabr kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Otasi suvsoz boshqarmasida bosh muhandis, onasi esa to'qimachilik kombinatida rahbar bo'lgan. Yosh Ravshan dastlab musiqa maktabida ta'lim oladi va madaniyat texnikumini tamomlaydi. So'ngra pedagogika oliygohining musiqa fakultetini bitiradi. Ota-onam musiqa yo'lidan ketishimni xohlashgan, ammo o'sha paytda bunga sharoit bo'lmagan. Onam meni oppoq kostyumshimda katta sahnada skripka chalayotganimni ko'rishni orzu qilganlar. Shu sababli meni musiqa maktabiga o'zlari olib borganlar. Keyinchalik u yerda Qashqar rubobi bo'yicha tahsil olganman. Shunday vaziyat ham bo'lganki, birdan musiqaga qiziqmay qolganman. Har kuni rubobni ko'tarib o'qishga ketyapman derdim-u, stadionga borib to'p tepardim. So'ng kechga yaqin changga belangan rubob bilan uyga qaytardim. Bu hol bir oyga yaqin davom etgan. Onam bilib qolganidan keyin dakki berib, o'zi men bilan borib ustozlardan uzr so'ragan. Agar o'shanda onam majburlamaganda san'atni davom ettirmasligim aniq edi, deydi xonanda. Milliy estrada sohasidagi faoliyatini 1987-yildan boshlagan xonanda Ravshan Komilov o'zini otasining dehqon oilasidan, onasini esa katta savdogarlar oilasidan deb ta'riflaydi. Bizning oilada tartib kuchli edi. Har kuni soat 18:00 da butun oila kechki ovqatga birga o'tirishimiz shart edi. Agar otam qayergadir ketadigan bo'lsa, albatta onamni ogohlantirib, men bugun falon joyga falon paytgacha ketaman deb aytardilar. Shu xislat menga ham o'tgan. Hozir ham qayergadir ketsam, onamga, o'g'limga, kelinimga, hatto manzilimni ham aytib ketaman. Agar doim to'g'ri so'z bo'lib kelganman, o'g'lim, kelinim, nabiralarim ham bu narsani o'rganishsin. Chunki men mana shunday oilada ulg'ayganman. Otam og'ir xastalikdan vafot etgan. Keyinchalik singlim ham shu kasallik bilan olamdan o'tdi. Ularning betobligini onamdan 3 yil davomida yashirib keldim. Iloji qolmaganida aytganman. Hozir onam hayotlar. Alhamdulillah 83 yoshda, deydi ijodkor. Ravshan Komilov Xalqlar do'stligi san'at saroyi qurilishida ishtirok etgani va kun kelib o'sha yerda konsert berishni niyat qilgani haqida so'zlab bergan. 1980-yili maktabni tamomlab, Toshkent madaniyat texnikumida o'qishga kirdim. Ushbu bilim yurtida o'qib yurgan vaqtlarim bir voqea xotiramda muhrlangan. Toshkentda muhtasham Xalqlar do'stligi san'at saroyi qurilar ekan deyishganda, biz ham yordamga kelganmiz. Saroy zinalari uchun marmar tashir ekanmiz, biz ham mana shu saroyda konsert berarmikinmiz deb orzu qilgandik. Bolaligimda buvim rahmatli, falon kuni dugonalarim kelishadi, konsertga tayyorlaning derdi. Aslida buvim hazillashib gapirardi, ammo men buni chin deb bilib, kamida 4 ta yangi qo'shiq o'rganardim. Buvimning dugonalari ham qo'shig'imni eshitib olqishlashardi va men ham o'zimni xuddi konsert bergandek his qilardim, deydi xonanda. Ravshan Komilov hozirgi Nizomiy nomidagi O'zbek Milliy pedagogika universitetining musiqa fakultetida o'qigan va kursdoshi bilan oila qurgani haqida so'zlab bergan. Armiyaga borib kelgandan keyin Toshkent davlat pedagogika universitetining musiqa fakultetiga o'qishga kirganman. Birinchi kursda Kamolot ko'rik tanlovida ishtirok etib, Odam bo'laylik qo'shig'i bilan g'oliblikni qo'lga kiritganman. Yolg'iz o'g'il bo'lganim uchun onam qachon uylanasan deb qo'ymasdi. Shunda kursdoshim bilan oila qurishga qaror qilganman. U diplomli musiqa o'qituvchisi bo'lgani uchun ham o'g'lim ikkimizning eng birinchi tanqidchimiz, deydi xonanda. O'zbekiston xalq hofizi Hasan Rajabiy intervyularning birida Ravshan Komilovni Rajabiylar sulolasining kuyovi ekanligi haqida aytib o'tgan.
Ravshan Komilovning Mavluda Asalxo'jayeva bilan birgalikda aytgan oyim bilmasin qo'shig'i ikki xonandaga ham omad keltirgan. Ammo qo'shiq bilan bog'liq mish-mishlar Ravshan Komilovning turmush o'rtog'iga yoqmagan. Bu qo'shiq sabab ancha vaqtgacha uyimda janjal bo'lgan. Bo'rining yesa ham yemasa ham og'zi qon deyishganidek, qo'shiq chiqqanidan keyin xalq orasida har xil mish-mishlar tarqalgan. To'ydan kelsam doimo uyda bir gap chiqib turardi. Undan keyin hech kim bilmasin degan duetni aytdik. Qo'shiq odamlarga yoqdi, ammo negadir bizni bir-birini sevadi deb hisoblashardi. Ayolim tabiatan rashkchi bo'lgani uchun duetdoshlar borasida juda ko'p ziddiyatlarga borganmiz, deydi xonanda. Ko'pchilik Ravshan Komilovni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, aktyor Uchqun Tillayevga o'xshatadi. Uchqun Tillayev bir voqeani shunday hikoya qilgan edi. Bir kuni Sirdaryoda spektakl qo'yiladigan bo'ldi. Qolganlar avtobusda ketishyapti. Men o'sha paytlar mashina olgandim. Mashinamda Abdurayim Abduvahobov va Tohir Saidov bilan yo'lga chiqdik. Shoshayotganimiz uchun mashinani tez haydashga majbur bo'ldim. Bir payt bizni yangi yo'lda to'xtatishdi. Yangi haydovchiman, mashinani jarima maydonchasiga olishsa kerak deb jim o'tiribman. Shunda yonimdagi sheriklarim o'zlari hal qilishlarini aytishdi. Lekin birin-ketin umidsiz ortlariga qaytishdi. GAI xodimining oldiga oxiri o'zim tushdim. Ikkala san'atkor hamrohimning ortga qaytargan xodim meni ko'rishi bilan birdan yuzi yorishib, "Iye aka" deb quchoqlab olsa bo'ladimi? Hayronman, jim turibman. Bu aka xizmatimizni qilganlar-ku. O'tgan hafta ham uyimizda 4 ta qo'shig'ingiz bilan bizni xursand qildingiz. Ravshan aka oq yo'l sizga deb mashinamizni o'tkazib yubordi. Bir mahal orqadan "Aka, 72 raqam qani?" degani eshitildi. Boshida tushunmadim, keyin bilsam GAI xodimi meni Ravshan Komilov deb o'ylagan ekan, deydi Uchqun Tillayev. Ma'lumot uchun Ravshan Komilov uchun 72 raqami alohida ahamiyatga ega. Uning telefon va mashina raqamlari ham 72 soni mavjud. Ravshan Komilov intervyularning birida to'y bola qo'shig'i ko'plab oilalarga, mojarolarga sabab bo'lganini hamda o'g'il farzandi yo'q oilalarda bu qo'shiq tufayli janjallar chiqqanini aytib o'tgan. Shundan so'ng nolima qo'shig'i yaratilgan. Xonandaning so'zlariga ko'ra, u qo'shiq shunday oilalarga ibrat bo'lsin degan niyatda 7 oy davomida Mirzo Karim she'ri va Iqbol Muhammad musiqasi asosida yozilgan. Bundan tashqari, xonandaning Ozoda qo'shig'i ham ba'zi oilalarning tinchini buzgan. Ozoda qo'shig'imiz yaralganiga 15 kun bo'lganida bir to'yda aytdim. Bir ayol ro'moliga lab bo'yog'i bilan Ozodani sevaman deb yozib menga ko'rsatdi. Shu lahza hech esimdan chiqmaydi. Ana shunda bilganman bu qo'shiq xalqqa yoqadi. She'r muallifi Muhammad Yusuf. Bir tadbirda shoirning o'zi o'qib berganlarida butun zal turgan joyida qarsak chalgan. Lekin ba'zilar Ozodani sevamanni yoqtirsa, ba'zilar yoqtirmaydi. To'y egalari ba'zida bu qo'shiqni aytmaslikni so'rashadi. Bir kuni uyga bir ayol va erkak so'rab keldi. To'yga aytishmoqchidir deb chiqsam, erkak menga pichoq o'qtalib keldi. Nima bo'ldi, tinchlikmi desam, Ozodani qayerdan taniysan dedi. Keyin bilsam, uning turmush o'rtog'ining ismi Ozoda, bir o'g'il va bir qiz farzandi bor ekan. Shunda Muhammad Yusufning kitobini olib chiqib, she'r muallifini ko'rsatib, holatni tushuntirganman. Shundan so'ng toki shu qo'shiqni odamlar o'zi so'ramaguncha aytmaydigan bo'lganman, deydi xonanda. Bir necha yil avval soxta tadbirkor Ahmadboyga ko'plab odamlar aldanganida, ularning orasida mashhur san'atkorlar borligi haqida mish-mishlar tarqalgan edi. Ravshan Komilov Ahmadboyga uning biznes qilishini taklif qilgani haqida aytib o'tgan. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda Ravshan Komilovning oilasi haqidagi fotosuratlar hamda videoroliklar ko'plab muhokamalarga sabab bo'lib keladi. Ravshan Komilovning o'g'li Farruh Komilov ham otasi kabi san'at yo'lidan ketgan. Nozima va Durdona ismli qizlari uy bekasi. Kichik o'g'li Farhod esa otasiga tadbirkorlik ishlarida doimo ko'maklashadi.